doim sizlarga aytaman, Yevropani lecheniyasi bilan bizani lecheniyani umuman сравнивать qilmaylik deyman. Sizlarga mana bitta живой примерni ko'rsatib bermoqchiman. Nimaga? Chunki ko'pchilik aytadi, "Voy, Amerikada boshqacha lecheniya, nimaga bizda faqat antibiotik beriladi, nimaga bizda boshqacha lecheniya qilib tuzatib olish mumkin emas bolani" deb. Mana bitta живой пример mana. Jiyanim keldi Amerikadan. Ular polni o'sha Amerikada yashashadi. Shamollaganiga 6 kun bo'ldi, Toshkentga kelganiga 4 kun bo'ldi. Ular o'zlarining o'sha onasi juda ham yaxshi qaraydi, chunki polni vitaminni ichib, здоровый образ жизни, питанияsiga вообще zo'r qaraydi. Umuman bu narsadan muammo yo'q, lekin bu yoqqa kelganidan keyin 4 kundan beri battar bo'lyapti-da, bolada ухудшение bo'lyapti. Mana temperatura даже tushayotgani ham yo'q, mana temperatura 38. 2 kundan beri, даже 3 kundan beri temperatura qilyapti bola. Mana men hozir sizlarga shu narsani ko'rsatib tushuntirish uchun mana video qilyapman. O'shaning uchun Yevropa, Amerikani lecheniyasini bizaniki bilan solishtirmaylik, chunki bizda klimat ko'p narsani hal qilib beradi.